Hammaga assalomu alaykum. Bizga juda ham ko'p savol tushyapti. Instagramga yozishyapti, telefon qilishyapti. Kassova apparat nimaga narsa u kerak va qanaqa ishlaydi? Kassova apparat mana shu narsani aytishadi. Aslida bu kassova apparat emas, bu обычный monoblok. Windows sistemada ishlaydi, xuddi notebooklarga o'xshab. Kassova apparat o'ylashadiki, men bu narsani sotib olganimdan keyin buni ichida kassova apparat bo'ladi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Umuman buni ichiga programma o'rnatiladi. Programma ERP deyiladi. U полностью sklad, ombor, hamma narsalaringizni hisob-kitobini qilib beradi. Oldingi videolarda u narsani aytib ketganmiz. Bugun tema boshqacha. Bizda videoni kassova apparat nimaligini ko'rib chiqamiz va qanoq kassova apparat bu narsaga ulanadi. Kassova apparat bu virtual kassa, ko'rishingiz mumkin, fleshka, ichida sim kartasi bo'ladi. Har bitta fleshkaning o'zining serial raqamlari bor. Har bitta do'kon egasiga qarashli bo'ladi. Xo'p, bu narsani biz sizga o'zingizni xohishingiz bilan qilib beramiz. То есть, mana shu narsani olganingizdan keyin bu ichida уже ketmaydi. Bu narsa alohida, как положено, davlat tomonidan registratsiya qilinadi. Siz bu narsa uchun bizga hujjatlaringizni yuborishingiz kerak. To'lovlari ham bor. To'lovlari перечисление orqali firma balansingizdan o'tkaziladi. To'lov summalarini biz aytib ketamiz, qancha nima bo'lishini. Hozirgi kunda virtual kassani to'lovi 1.200.000 so'm fleshkalar uchun перечисление orqali to'lanadigan summa, 412.000 so'm bitta BVR u davlatga to'lanadigan summa, plus virtual kassani obслуживанияsiga, misol qanaqadir qarorlikda yangilik yoki yana nimadir bo'lsa, обновление bo'lib turadi. Любой kassovый apparat uchun, KKM uchun 60.000 so'm abonentskiy именно bu narsaga to'lanadi. 60.000 so'm. Atak boshqa kassova apparatlar uchun boshqa to'lovlar bo'ladi. To есть bu narsaga to'lov alohida. Shu общий hisobda olganimizda 1.790.000 so'm bir martalik to'lov bo'ladi kassova apparat uchun. Keyin 3 oydan keyin 60.000 so'mdan перечисление o'zingiz firmangizdan bu kassova apparat uchun pul to'lab borasiz. Agar vaqt o'tishi bilan siz kassova apparat yopaman desangiz, menga kerak emas. Siz bu fleshkani bizning firmamizga xat yozib, qaytarib vaziyat qilib berishingiz kerak. Har bitta fleshka soliq tomonidan, davlat tomonidan uchotda turadi. Bu narsa hisobiga monoblokda sotilgan tovar отчетlarda soliqqa ketadi va chek printerdan soliq belgisi bilan, cashback belgisi bilan chek chiqadi. Faqat mana shu narsani ulaganingizdan keyin. Agar bu narsa ulanmagan bo'lsa sizning sistemangizga, to chekingiz oddiy tovar cheki nomlanadigan chek chiqadi. Bu degani tovarlarning ro'yxati bo'ladi. Virtual kassa hozirgi kunda hammaga kerak, hamma do'konlar uchun ishlatiladi. Тем более в особенности alkogol yoki tamaki mahsulotlari bilan ishlaydiganlar обязательно xatosiz to'g'ri ishlayman deydiganlar uchun bu narsa kerak bo'ladi. Aytganimizdek, biz majburlamaymiz bu narsaga. Klient xohishi, agar ulab bering deydigan bo'lsangiz, ro'yxat hujjatlarni tashlab olasiz, bizning tomonidan bu narsa qilib beriladi. To'lovlar haqida ma'lumot berib ketdik. Yana qo'shimcha ma'lumotlar qanaqadir bilib olishim kerak deydigan bo'lsangiz, agar pastda nomerlar qoldiriladi, bemalol nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Konsultatsiya mutlaqo bepul, любой moment telefon qilishingiz mumkin. Bemalol sog' bo'linglar, charchamanglar.